Kuyov sizni uyingiz yo'q desam, insofingizdan yo'q ekanmi? Dada, biz 99'larda insof nima qilsin? Kuyov, kecha nima qilsin? Bekor so'kib berdingiz. Qizingiz o'zi aytdi, chanqadim so'kib bering dedi. So'kib berdim dadajon. Pampers kalla kuyov, qizim sizga ichadigan so'k degan. Siz bo'lsa, buyini oling deb so'kib beribsiz. Aytdim o'zi, men nimaga urdi ekan? Dadajon, ruxsat bersangiz uyga borib kelsam, uydagilar baliq pishirishgan ekan chaqiryapti. Uyga bormaganimga 6 oy bo'libdi. Kuyov, bizni xonadonda sizga birov yomon gapiryaptimi? Yeganingiz oldinda bo'lsa, yemaganingizni uyingizga olib kelayotgan bo'lsa, baliq yegiz kelsa menga aytmaysizmi? To'yingizda yangi lo'loqlaringizni kiyib chiqing, baliqqa ko'mib tashlayman. Rahmat dadajon, men sizni o'zim dadamdan ham yaxshi ko'raman. Qanday yaxshi ko'rasan-da, uyim berganimdan keyin. Qarang-ku, siz meni ichki kuyovimsiz, tashqi kuyov emas, eshitdingizmi? Mana orqamda turgan o'zimiz yangi Andijondagi baliq markazi bo'ladi. Qarang-ku, bu yerda 1 kilodan 10 tonnagacha baliq mahsulotlarini savdo qilib berishadi, ha. Xohlasangiz tirik, xohlasangiz o'lik, xohlasangiz pishirib jo'natib beradi, ha. Qarang, baliqni qarang, oltin baliq bor, birinchi mashetdan tarqalgan, ha. O'zi Andijonda nechta baliqxonani bilasiz? Baraka, iyiga turizm, hatto baliqlarni bilaman dadajon. Tekinxo'r pismiq kuyov,